أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sağdaşlar, biz bugün kitabımızın 10. dersiga keldik. Yani aldığımız derste biz ismi mü'rabninki asosiy qism mazmunlaridan birisi marfuatninki bosh tarafini so'zlab o'tgan. Bugungi darsimizda marfuatning qilib qolganlarini, baqiyatul marfuat ne so'zlaymiz. Dars so'zlashdan ilgari biz o'tgan mazmunlarni qisqacha bir takrorlab o'tish to'g'ri keladi. Biz kitobimizni başlaşının aldıda muqaddime üstüde nahvi to'g'riliq izohat bergan bo'ldik. Nahvi deganimiz cümle tarkibidagi 3 söz turkumininki oxirining o'zgarish ahvollari, ya'ni oxirining ahvollari, undan keyin shularning bir kishi ahvoli to'g'riliq bahs qiladigan fan bo'ldi hisobda. Mushunday bo'lganda nahvininki asosliq bağlanadigan tarafı ikki bo'ladi. Birisi sözlerinin oxirining ahvoli, yani birisi cümle, yani sözlerinki ism, fe'l, harfdan iborat 3 turkum so'zninki birikkan holatini jumla. Unda bo'lganda biz shu yerdan chiqaramizki, nahvininki tadqiqot obukti, mavdu'i, temisi al-kalima val kalam. Deb kalimadan boshladik gapni. Kelimeni yakka ma'noga ega bir so'z deb ta'rif qilgandan keyin buningki shu yakka ma'noni ifodalayolmaslik o'zi mustaqil shaklda va yoki ifodalagan holatda bundan chiqqan ifodaning bir zamonga oid bo'lish yoki oid bo'lmaslik ma taraflardan biz so'zni, kalimani 3 ga bo'lgan bo'ldik. Birisi ism, birisi harf, birisi fe'l. Yani ism, fe'l, nima, harf. Bunu ilgili derslerde neçire tarif kıldık, alametlerini bayan kıldık. Ondan keyin biz isimden gap başladık. İsim ne? Grammatikalik o'rinning o'zgarmasligiga qarab turib ikkiga bo'lgan bo'ldik. Ismul mu'rab, ismul mabni deb. Ismul mu'rab deganimiz grammatikalik o'rinning o'zgarishiga ergashib, ismning o'zgarish yuz bersa, bu xil ismni ism mu'rab deb boshqalar bilan birikib keladigan masalan. İsim mebni degan dalilning aksi, yani o'zgarmaydigan ismlar ism mebni bo'ladi. Lekin ismi mu'rab ne? Asosiy 3 cho'ng mazmunga bo'lgan to'q. Marfuat, ya'ni jumladagi o'rni raf'ilik, bosh kelish xarakteridagi ismlar. Mansubat, jumladagi o'rni nasbilik, ya'ni tushum kelish xarakteridagi ismlar. Majrurat, jumladagi o'rni jarlik, ya'ni egilik kelish xarakteridagi ismlar 3 ga bo'lgan to'q. Cho'ng asosiy mazmunini asosiy mazmuniga kirishdan ilgari biz ism mu'rabga munosabatlik bir qo'shimcha mazmunlarni so'zlab o'tdik. Ism mu'rab degan nima, i'rob degan nima, alomatul i'rob degan nima, mahallul i'rob degan nima masalan. Lekin ismning i'robi qancha turlik bo'ladi, masalan 9 turlik bo'ladi deb so'zildik. Undan keyin ism mu'rabningki to'liq hamma jihatda qo'llanmaslik ahvoliga qarab turib ismni munsarif, g'ayri munsarif deb ikkiga bo'lgan bo'ldik. Bu ahvollar tugagandan keyin biz ismning asosiy qismiga keldik. Asosiy qismi bayatni deganimizdek marfuat, mansubat, majruratda. Marfuat 8 ga bo'lingan, mansubat 12 turlik, majrurat 2 turlik ketdi. Biz oldingi darsda marfuatningki 4 qismini, ya'ni fa'il va naibul fa'il, mubtada va xabar qatorliq 4 qismni tugatib o'tdik. Bugungi darsimizda al-qismul xamis, ya'ni marfuatningki 5-qismi xabaru inna va akhawatiha. Endi darsni boshlashdan ilgari o'quvchilarimizga oldingi darsdagi mubtada xabarini bir asl tip o'tish to'g'ri keladi. Mubtada xabarlik jumla asosiy birikma asosiy jumla hisoblanib ba'zi bir o'zgartuvchi omillar deb qo'yamiz, navasix deb qo'yamiz. Masalan, biz hozir o'qimoqchi bo'lgan inna va innaning hamrolari, urf mushabbaha bil fi'illar. Undan keyin kelgan kana va kananing qarindoshlari deymiz, mavala deymiz, turning yo'q chiqishdan kelgan la deymiz. Hammasi navasix deb qaraladi. Navasix degani jumlaning xarakterini o'zgartuvchilar degan gap hisobda. Mushularning hammasi mubtada xabarining ustiga kiradi. Mubtada xabarning ustiga kiradi. Cümlenin umumiy jihatdagi mushu kirgan navasixlarning mayli inna anna kana lakin layt la'all olsun
yoki kana asbaha amsa anzal degandek pilla olsun, yoki ma'ola olsun, yoki la an-nafiya lil jins olsun. Qaysi olsun? Mushularning o'zgartish kirgizgan ma'nosini yoki lafziy ma'ni jihatdagi o'zgartishlarni hisob qilmaganda jumladagi asli xarakter mubtada xabarining xarakteri. Muhammadun talibun. İnne Muhammeden talibun. Kana Muhammedun taliban. Leyse Muhammedun taliban. Bularning hammasida inni kirib lafziy jihatda birini ism deb zavar, birini ism deb pash. Kana kirib birini ism deb pash, birini xabar deb zavar. Leyse kirib birini ism pash ism deb, yani birini xabar deb zavar o'qitgandek. Inni kirib jumla mazmunini ta'kidlagandek. Ka'anni kirib jumla mazmunini tashbih qilgandek. Kana kirib jumla mazmunini o'ziga kanini o'ziga olgan boshqa xil ma'noning birisiga tava qilgandek. Masalan, leyse kirib jumla mazmunini inkor qilgandek bir xil o'zgartishlarni kirgizsimi, lekin shu o'zgartishlarni kirgizishni evet tip turib tashlasak, jumla asli mubtada xabarlik jumlaning xarakterini saqlab qoladi. Ya'ni Muhammad o'quvchi degan mushu mazmun butun qurilmalarda saqlanib qoladi. Masalan, inna Muhammadan talibun desa, Muhammad haqiqatan bir o'quvchi. Haqiqatanni qo'shdi, qolgan mazmun ilgirki mazmun shu. Mubtada xabarlik oldida Muhammad muslay jumlaning egisitdi, talibun xabaritdi, hozirmi shu. Kana Muhammadun taliban desa, Muhammad o'quvchi edi desa, mazmunni o'tgan zamonga xos qilgandan boshqa tarafda, ya'ni Muhammad o'quvchi degan mazmun chiqadi. Muhammad jumlaning egisi, talibun jumlaning nimasi? Xabar qismi. Laysa Muhammadun taliban desa, Muhammad o'quvchi emas deb o'quvchilikni inkor qilganmish. Inkor qo'shilgan mush mazmundan boshqa jihatda, ya'ni Muhammad jumlaning egisi, taliban jumlaning nimasi? Xabari. Bütün navasıqlarning hammasi mubtada xabarining ustiga kiradi. Mubtada xabarining ustiga kirib, aslidagi mubtada xabar holatdagi jumlaning tarkibidagi muslay bo'lak, musnad bo'lak o'z pati saqlanadi. Mubtada xabar holatda muslay bo'lak, keyin muslay, mubtada xabar holatda musnad bo'lak, keyin musnad, ma xarakter o'zgarmaydi. Illaki buningga qo'shiladigan mazmunlar shu kirgan navasıqlarningki o'ziga olgan ba'zi bir mazmunlari va yoki grammatiklik o'zgartishlar ham farqlanadi, qolgan jihatda farqlanmaydi. Masalan, bugungi darsda inna va uning hamrolari kirdi. Bu harfda tafsiliy so'zlandi 3-qismda kitobda. Lekin bu yerda men har holda tushuntiramiz. Kananing hamrolari kirdi 13 turlik, ya'ni bir kitoblarda 17 gapirdi. Her birisinin özgürlük bir ma'nilari var ve cümlede özgürlük qiladigan ba'zi bir o'zgartishlar var. Leysga o'xshaydigan ma'volarning o'zgartishlik bir alohidliklari var. Turni yo'q chiqishga kelganlarning o'zgartishlik bir alohidliklari var. Mush alohidliklar ham aslidagi mubtada xabarlik ma'noga qatilib o'zgartishni paydo qiladi. Qolgan jihatdagi jumlaning butun qurilmasi. Masalan, mubtada degan ma'ruf bo'ldi, xabar nakir bo'ldi. Masalan, xabar mufrat bo'ladi, jumla bo'ladi, jumla olgan xabar ismi bo'ladi, fi'li bo'ladi, sharti bo'ladi, zarfi bo'ladi degandek mubtada xabarda so'zlagan butun mazmunlar hozir so'zlamoqchi bo'lgan mush navosixlar kirgan jumlalarning hammasida shu pati saqlansa bo'ladi. Mushu uqum kalonli bo'lib qolsa, ma jumlalarni tushunmak sizlarga nisbatan yoki bunday hozirgi mazmun so'zlamak sizlarga nisbatan favqulodda oddiy. Avtor davotida Al-qismul khamis xabaru inna va akhawatiha. 5-chi qism inna va innaning hamrolarining xabari. Innaning hamrolari deganimiz anna, ka'anna, layta, la'alla, lakinna, la'alla qatorliqlar. Bular endi ma'ni jihatda bir-biriga yiroq bir so'zlar, lekin grammatiklik alohidlik jihat o'xshagan bo'lg'at bularni bir tuqqan akhwat, ya'ni bir o'rtaq bir alohidligiga harflar deb huruf mushabbaha, al-mushabbaha bil fi'li degan nom bilan yoki bir qism grammatik kitoblarda al-huruf an-nasiha degan nom bilan bir turga tizgan. Buning ichidagi bu harflarni sizlarga bir tunishtirgan vaqtimizda masalan innaning roli jumlada jumlalar ta'kidlashdan roli va boshqa roli yo'q. Grammatikalik o'zgartish jihatda shu mubtada xabarining ustiga kirib, mubtadani mening ismim, xabarini mening xabarim deb turib ismini zavar, xabarini pash. Ya'ni ismini nasblik grammatikalik o'ringa, xabarini raf'li grammatikalik o'ringa tayin topqizdi, bas, boshqa o'zgartish yo'q.
Cümlenin aslidagi muzda xabarlik holatdagi musnadlay qurilmasi hozir musnadlay ilgirki musnadlik xarakteri hozir musnad. Masalan, inna Muhammadan talibun desak, Muhammad haqiqatan bir o'quvchi. Shunchalik. Andikin anniga kelsak, cümlenin mazmunini ta'kidlashdan boshqa ma'no alohidligi cümleni yakki so'zning ma'nosiga aylantiradi. Liqluq degan ma'no. Masalan, anna Muhammadan talibun. Mesela bu da kelmeydi ameliyatda. Anna Muhammadan anna bilan boshlanib kelmeydi, lekin mushni sizlarga tushuntirib qo'yishni davotimi? Anna Muhammadan talibun esa Muhammadning o'quvchiligi deb bir nimaga aylanib ketdi bu yakki so'zga. Bir jumla yakki so'zga aylandi. Shu bilan da grammatik kitoblarda nima deymiz? Jumlani masdarning hukmida qiladi deb qo'ydi shu. Yaj'alul jumla fi hukmil masdar deb. Endi demak to'g'ri nima bo'lsa, bir butun jumlani yakki so'z, bir masdarga aylantiradi. Shuningcha bu odatda yolg'iz kelmaydi. Cho'qim oldiga bir jumla qo'shilib, ash oldidagi jumlaning fa'ili yoki maf'ulin bih shaklda yoki mubtadaning xabari shaklida keladi. Masalan, ra'aytu anna Muhammadan alimun desa, men Muhammadni olim deb qaradim. Sami'tu anna Muhammadan alimun. Mushuni o'qigan jumlalarda anniningki roli o'zining keyin kelgan jumlaning mazmunini ta'kidlashdan boshqa jumlani masdarning hukmida qiladi. Masdarning hukmidagini jumla mazmun jihatda yakki so'zdek ifodalanadi. Ya'ni tarjima qilgan vaqtimizdami yakki so'zdek tarjima qilinadi. Masalan, ra'aytu Muhammadan qoimun desa, Muhammadning o'rtuganligini ko'rdim yoki Muhammadni o'rtudi deb qaradim. Ra'aytu Muhammadan alimun. Muhammadni olim deb bildim. Ra'a dil bilamasmi? Sami'tu anna Muhammadan qoimun. Muhammadni o'rindan turibdi, kasaldan saqibdi masalan deb angladim. Balag'ani anna Muhammadan kaza degandek jumlaning hammasida anniningki roli o'zining keyingi jumlani qana qilish, yakki so'zga aylantirish. Ma'ni jihatdagi jumlada bo'ladigan o'zgarishlar. Undan keyin ka'anniga kelsak, ka'anning ma'nisi xuddi tek degandek ma'nolarni ifodalaydi. Ya'ni jumlada tashbih hukmini qana qilish, paydo qilish. Ka'anna Muhammadan asadun desa, xuddi Muhammad yo'lbostaklar. Vaqti Muhammadning qilgan ishi xuddi bir boturlar ishi bo'ldi degandek hukmlarda ka'annini ishlatamiz. Ka'annini qaytadan tahlil qilgan vaqtimizda ka'anna asli kaf va annadan shakllangan. Kaf va nima anna. Endi inna bu. Huruful jarlardan keyin inna anna shaklida keladi. Unda olganda yana o'xshashlar keyingi jumla mufratning hukmida, ya'ni masdar ma'nosi bilan tarjima qilinib, undan keyin jumlalarda ifodalanadi. Masalan, ka'anna Muhammadan asadun desa, Muhammad yo'lbos takla. Bir xil keyingi Muhammad asadun degan jumlaning hammasi bir xil yakki so'zdak masalan. Xuddi Zaydun yoki Muhammadun kal asad degandeklar hukmda. Grammatikadagi lafziy jihatdagi o'zgarishlar rivoyatdan annaga yoki innaga o'xshashlar. Bu o'xshash mubtada xabarining ustiga kiradi. Mubtada degan bo'lakni o'zining ism bo'lagiga aylantiradi. Bu faqat almashtirish, ism aylantirish bu. Mubtada xabardagi xabar bo'lakni o'zining xabar bo'lagiga o'zgartiradi. Ammo jumlada mubtada xabarlik jumlada o'zgarmaydigan nuqta qaysi esa jumlaningki asli qurilmasida, masalan, asli qurilmasida musnadlar va musnadlik qurilmalar hozirmi o'xshashlar, musnadlar va musnadlik xarakterini saqlab qoladi, o'xshash. Illaki bo'ladigan o'zgarishlar men bayatni degandek inna anna ka'anna lakin laytla ala qatarliq mushu harflarningki ma'ni jihatdagi bir qism qo'shimchilik roli va grammatikalik lafziy jihatdagi o'zgarishlarni kirgizgandan boshqa qolgan jihatda jumla qurilmasi aslidagi qurilma huwa o'xshash. Undan boshqa layta va la'allaga kelsak, har ikkisi orzu umidni ifodalash uchun keladi. Odatda tarjima qilgan vaqtimizda laytini kashki deb tarjima qilamiz. Uyg'ur tilida shunday ifodalanadi. Kashki degan gap asosan keynidan qarab qoladigan, o'tib ketib bo'lgan.
Yüz birish ehtimoli, qayta yüz birish ehtimoli yo'q asosan. Yoki oz bo'lsa-mu. Ya'ni mahal ishlarni orzu umid qilish uchun ishlatildi kashki. Anki la'alla bizning Uyg'ur tilimizda bo'lishi mumkin, etishi mumkin, bo'g'ay, atkay degandek bundaq iboratlar bilan tarjima qilinadi. Ma'u biz yaqin zamonda kutayotgan bo'lishini, masalan, umid qilayotgan, orzu qilgan ishlarni ifodalanadi. Masalan, davomli keng qo'llaniladigan misoldan birisi bor. Layta shababa yaudu yawman deb qo'yadi. Kashki yoshlik bir kun keyiniga qaytgan deydi. Bu mumkin emas hamda. Ama mümkün işlerdi mesela. La'alla abi yarji'u gadan. Belkim dadam qaytishi mumkin deb nayt xushallanib nayt qizg'in bo'lib ketdim-da men bugun nayt xushal bo'lib ketdim. Atrofimdagi o'yinim bo'ldi sana. Bugun hajab xushab ketibsan desa, la'alla abi yarji'u gadan. Dadam qaytishi mumkin. Bir xil mening ifodamdan bir xil umid puruqi chiqib turdi. Qur'oni Karimdagi la'allakum tattaqun, la'allakum ta'qilun, la'allakum turhamun deganlarning hammasi shu xildagi ifoda. Ya'ni yuz birish ehtimoli zo'r yoki yaqin zamonda bo'ladigan ma'nolarni ifodalash uchun la'alla qo'llanamiz. Yani bu ikisining ma'ni jihatdagi kirgizadigan o'zgarishi ma'lumotdan boshqa grammatikalik o'zgarishlar biz bayatda degandek inna, anna, ka'anlan o'xshash, yana shu mubtada xabarning ustiga kiradi. Cümledeki mavla kirishning ilgirki mustallaylik va musnadlik xarakteri shu paytda saqlanadi. Faqat nomni o'zgartiradi. Mubtadani o'zining ismiga aylantiradi, xabarini o'zining xabariga aylantiradi. Eğer bir to'g'ri qolsa innaning, annaning, kanining, lakinning, la'alaning ismisi deymiz, ya xabar deymiz, mubtada xabar demaymiz, lekin jumladagi egilik, xabarlik qumla o'z paytda. Demak, jumla shu payt, jumlaning xarakteri shu degan gapda. Yana birisi lakin nima shu o'xshashlar shu boshqa harflarga o'xshash boshqa rollari. Buning tarjima jihatdagi, ma'no jihatdagi kirgizgan farqi bu istidrak uchun deb qo'ydi odatda. Ya'ni ilgirki mazmundan navbatdagi lakindan keyin kelgan mazmunning farqli ekanligini bildirib qo'yish uchun keladi. Masalan, biz bir ishni manda masalan Muhammad bilan Ahmad do'st. Boshqalar bizga Ahmad voy tirishdan emaskan, ho'rinkan deb shikoyat qilsa, biz deymizki Ahmad kaslan, lakinna Muhammadan mujtahidun. Mesela ilgirki cümlelerde bo'layotgan mazmunninki maya kelgan vaqtda farqli ekanligi, ikisini o'xshamaydiganligini ifodalaydi. Har qanday, masalan, jaa Zaydun lakinna Muhammadan lam yaji. Zayd keldi desa boshqalar ikkisi birovxondikinki, yo'q, Zayd kelgan bilan Muhammad kelmadi. Istidrak deganimiz oldi va keyindagi mazmunning o'xshamaydiganligini bizga qanday qilish bildirib qo'yish. Qolgan jihatdagi grammatikalik o'zgarishlarning roli o'xshash. Abdur davatudu ve tusamma el-huruf el-mushabbaha bil-fi'l. Ma harflar filga o'xshaydigan harflar, masalan, bularning son jihatda, harflarining soni jihatda. Odatda harflar 3 harfdan az bo'ladi. Mavla qarasak hammasi aqallisi 3 harf, masalan, xuddi filga o'xshash shakli bor bularning. Keyin shu nuqtalardan. Anikin Abdur bizga men bayatdan davatgan gaplarni tushuntirib o'tdi. Bayatimizda bo'ldi o gaplarni, bularning xarakteri, nimalarga kiradi, qanday o'zgarishlarni paydo qiladi. Oddiy tushunmak qiyin emas. Ma harflar mubtada xabarini ustiga kiradi. Demak, ma xil harflar qo'llanilgan jumlaning asli qurilmasi mubtada xabarlar qurilma. Unda bizning butun jumlani tahlil qilishimiz mubtada xabari bo'yicha bo'ladi. Ya'ni mubtada asli ma'ruf bo'lish kerak, xabar nakir bo'lish kerak. Ma harflarning ismi ma'ruf bo'lish kerak, xabar nakir bo'lish kerak. Asli qoida. Xabar yakki xabar oldu, mufrad jumla xabar oldu. Jumla olgan xabar jumla ismiya, jumla fi'liya, jumla shartiya, jumlalar o'xshash. Mushu huruful mushabbaha bil fi'lininki xabarlarimi o'xshash huwa. Illaki ba'zi bir qoidalarda ozroq o'xshamaslik bor. Shunda o'tdi qaranglar. Mubtada xabarini o'ziga kiradi. Mubtadani nasblik o'rniga, tansibul mubtada degani mubtadani zavar qiladi emas, nasblik holatga keladi. Shuni o'ylab bu mubtada şu harflarning ismi bo'ladi. Takib fayakun isman laha. Yakun ma'runda yusbihu bana ismiga aylanadi masalan, yasiru ma'nosida. Va tarfa'ul xabara. Xabarni raf'lik holatga keladi. Raf'lik holatda qiladi va bu xabarlar bu harflarning ismiga aylanadi. Demak, aslidagi mubtada degan ism, xabar degan ism innining ismisi, innining xabari degan nomga o'zgaraydi bunda. Mushular bo'ladigan farq. Ma'ni jihatdagi ahvollarni bayatni sizlarga so'zlab bo'ldim. Inna hamidan qol. Ammo innining xabarininki mayli mufrad bo'lish,
cümle oluş, ma'rif oluş, nekir oluş ahvalları var ya men hazır sözlügen. Bularning hammasi de mubtadaning xabarning masalasiga o'xshash, tamamen o'xshash, farq yo'q. İlla ki o'xshamaydigan tarafi. Ya'ni o'xshamaydigan tarafi bularning xabarini ismiga muqaddam qilish durust emas, faqat zarb bo'lish. Lekin mubtada muqaddam qilsa bo'laveradi. Agar taqazzo maqomning taqazzosi tepilib qolsa, shunda ma'no ifodalash zarur bo'lib qolsa, xabarni mubtadaning oldiga o'tkazsa bo'laveradi. Lekin shu inni masalasida inning o'xshamaydigan tarafi shular. Inning ismisini xabarini ismisiga muqaddam qilolmay, faqat zarb bo'lgan vaqt bu qolgan jihati bo'lmaydi. Nolan inning masalasini tugadi. Endi savoqdoshlar biz asosliq darsda asos qiladiganimiz ma inningki xabar bilib qo'yg'achqa inning o'zining masalalari, anning masalalari va shuning qolgan turlarininki kanining lakin laytning masalalari bu harflarning masalasi bo'lg'achqa kitabımızın 3. qismida inşallah tafsiri sözülündü. Hazır biz muşu kadar bilan kifoyalanamiz inşallah. Xo'sh. Endi 6. qism, ya'ni marfuatning 6. qismi kana va kanininki hamrolarining ismi o'xshashini yuqoriga o'xshash. Ya'ni bu yerda 13. Ba'zi kitoblarda 17 deb ba'zi plan avdido, har holda 10 necha dona bir pilla var. Bu pillarni odatda af'alun naqis deb ataydi. Bular o'xshashlar navasih qitava. Navasih deganimiz men oyatning darsini başida tushuntirgandek, mubtada xabarlik jumlaga kirib, mubtada xabarlik jumlaning mubtada xabarlik xarakterini o'zgartiradi. Lekin u jumlaning musnad muslayli xarakterini o'zgartirmaydi. Faqat ismini o'zgartiradi. Nasx degan anlaganmi alaqa? Bir oyatni bir oyat mansux qildi, bir hukmni bir hukm mansux qildi, mansux. Demak, o'g'ini ilgirki qurilmasini, jumlaning ilgirki qurilmasini yo'qtudu yoki buzudu degan gapda Mavlaning hammasini, mayli inna olsun, mayli kana olsun yoki mavla olsun, la nafi olsun, hammani biz navasih deb qo'yamiz. Chunki bularning hammasi mubtada xabarining ustiga kirib, mubtada xabarlik xarakterini buzib boshqa jumla shakllantiradi. Lekin jumlaning manda xarakteri saqlanib qoladi-ki, qayta deyapman. Muhim nuqta musnad muslaylik. Igi xabarlik xarakteri saqlanib qolib, shuning bir qism o'zgarishlarni kirgizdi. Ma pillami shu. Endi bu pillani af'alun naqis deb ataydi. Buning tafsilotini inshaalloh keyin so'zlaymiz. Shunda o'zim hozir qisqa tushuntirib qo'ysam, ma pilla odatdagi mustaqil tam pillaga o'xshash. Tam pill deganimiz to'liq pillaga o'xshash jumladagi bir bilak bo'lmaydi bu pilla. Daraba bir mustaqil to'liq tam pil. Qama mustaqil tam pil. Bular jumlada kelib qolsa, jumlaning bir bo'lagi bo'ladi. Masalan, qama Muhammad o'rindan turdi, jumlaning ma'lum bir bo'lagi. Daraba Muhammad urdi, jumlaning bir bo'lagi. Ammo ma billah qo'shimchilik rolini o'ynaydi. Masalan, ma'na jihatda. Masalan, jumlaning zamonini burash, yo'nalishini burash, jumlaning mazmuniga to'liqli mazmunni qatish degandek mandaq rolni o'ynaydi. Shunga bu pillarning ismi af'alun naqisa. Biz tuanda aptur bergan bir necha pilva, shu pillarni bir ma'na jihatda qisqacha jumlada qo'llanilgan ma'nolarni deb o'tib ketgandan keyin asosiy maqsadga kelamiz. Asosiy maqsad inning kanining ismi bugungi darsda. Anikin qarasak aptur saradan boshlabdi kanadan kelayli. Kanining arab tilida 4 xil qo'llanishi va ma'na jihatda. Uyg'urcha tarjima qilgan vaqtimizda bilinglar 4 xil qo'llanishi va birisi idi degan ma'noda qo'llanamiz. Masalan, buning misoli kana Muhammadun taliban. Muhammad o'quvchi idi, o'tgan zamonga tava qiladi. Masalan, jumla mazmunni. Ma'bir. Ikkinchisi bo'ldi degan tarjimasi bor. Bu bo'ldi arabcha tushuntirsak asbaha ma'nosida bo'ldi. Mandaq ish mandaq bo'ldi. Mandaq masalan kana Muhammad mudarrisan. Muhammad o'qituvchi bo'ldi. Mana Muhammad o'qituvchi bo'ldi. Ma'o asbaha ma'nosida bo'ldi. Shu bo'ldi degan tarjima 3 xil chiqadi. Diqqat. Kananing birinchi ma'nosi idi, ikkinchi ma'nosi bo'ldi. Lekin ma bo'ldini farqlantirib olganki, asbaha ma'nosida bo'ldi. Ikkinchisi, uchinchisi sara ma'nosida bo'ldi. Sara degani bir narsaning bir holatdan bir holatga o'zgargan holatini ko'rsatadi. Masalan, Navoiy ustam xamirni kelib, tunuğu yoqdi, 5 minutdan keyin butun xamirlar nimaga aylandi, nonga aylandi degan arabcha ifodamoqchi bo'lsak, kanal ajin xubzan. Xamir non bo'ldi. Xamir non bo'ldi. Xamir nonga o'zgardi degan gapda hozir ma'ni misol qilib berishimning sababi bir holatdan bir holatga o'zgarganligini ifodalab bermoqchi sizlarga.
Ma o'rindagi kana sara ma'nosida bo'ldi. Bayatdan bo'ldi asbaha ma'nosida. Ma'nochi 3 ma'no oldu hamda. Birinchi ma'nosi edi, ikkinchi ma'nosi asbaha ma'nosida bo'ldi, uchinchi ma'nosi sara ma'nosida bo'ldi. To'rtinchi ma'nosi kananinki kana vaqti tampil bo'ladi, naqs olmaydi. Bo'ldi deb ma'nosi va to'rtinchisi amma vaqtda hadasa ma'nosida bo'ldi, hasala ma'nosida bo'ldi. Masalan, varangchiroq chiqib ketdi, "Voy, nima shopdi?" desam, "Urushibdi." Ha, bilan urushib ketibdi degan bo'lsa, kanal qital. Kanal mushajara. Jangidal bo'pti. Meniki kana hasala hadasa ma'nosi bo'lib, tam bo'ladi, bu vaqtda naqis olmaydi. Keyindan kelgan bilak, buning fa'ili bo'ladi, ismisi xabari emas. Demek kanının şu 4 xil ma'na ifoda qo'llanishi bor. Buning ichidagi oldingi 3si naqisa ism xabar ketadi, keyindagisi tam buning fa'il ketadi. 5-chi qo'llanish kana zaid, ya'ni jumlada qo'llanilmaydi. Ya'ni kana keladi-yu, lekin ma'nosi qo'llanilmaydi. Mayli grammatikalik o'zgarishlar, lafziyatdagi o'zgarishlar o'zini qo'llanilmaydi. Buni zaid deymiz. Bu bir. Andikin asbaha kelsak, asbahaninki bir necha xil qo'llanishi bor. Birinchisi tong otqizdi degan ma'nosi bor. Asbaha Muhammadun musalliyan. Muhammad namoz o'qib tong otqizdi. Bu vaqtda o'xshashlar naqisa bo'ladi. Bo'ladigan o'zgarishlar bayatni deganimizda. Ikkinchisi asbahaning ma'nosi tong vaqtida kirdi degan. Asbahtu fil Madina desa, men shaharga tong vaqtida kirdim degan ma'noda. Asbahtu. Uchinchisi asbahaninki sara ma'nosi va bo'ldi degan ma'nosi va. Masalan, asbahtu mudarrisan. Men ham hozir o'qituvchi bo'ldim degan shaklda shu, bo'ldi degan ma'nosi va. Andikin amsa, adha deganlar asbaha bilan zaman farqidan boshqa yerda o'xshash. Amsa kechni qildi, kech vaqtida kirdi, ikki xil ma'nosi bor. Adhaning tushni qildi, tush vaqtida kirdi, ikki xil ma'nosi bor. Bularmi ba'zi vaqtda asbahaga o'xshash bo'ldi, sara ma'nosi kelib qoladi, ahvollar va qolgan jihatda o'xshash. Zalla ikki xil ma'nosi bor. Qo'llanish jihati, tarjima jihatda birisi kunni o'tkazdi. Zalla Zaydun la'iban. Zayd o'ynabla kunni o'tkazdi. Yeni bir ma'nosi davom qildi, hamisha oldu degan ma'nosi. Zalla Muhammadun mujtahidin. Muhammad davom tirishchan bo'lyapti. Hel ham tirishchan bo'lyapti. Davom tirishib davomlashmoqda tirishchilik. Ba'dining ikki xil ma'nosi bor. Birisi naqs holatda kechini o'tkazdi degan ma'nosi bor. Ba'ta Muhammadun baqiyan. Yig'labla kechini kechi qildi degan ma'noda. Yana birisi qo'ndi degan ma'nosi bor. Hammalar bilib ko'ramiz, hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhu ko'pincha vaqt Rasulullohning uyida qo'nab qoldi, shu vaqtda bittu ayna Rasululloh. Ba'ta yabitu baytma. Uy deganda bayt deymiz emas, bu qo'naluq degan gap asli. Ma qo'ndi degan vaqtda tampil bo'ladi. U vaqtda pil fa'il deb olamiz, vaqtda kechini o'tkazdi degan vaqtda aniq naqs bo'ladi. Pilning ismisi xabar deb bunda olamiz. Andikin ada ma alif bilan dot bilan. Ada ayn bilan dal bilan. Har ikkisi qayta degan ma'noda bir odam bir yerga borib keyinga qaytib kelgan bo'lsa, bu vaqtda tampil bo'ladi. Har ikkisi shunday ma'nosi bor. Masalan, attu, raja'tu degan ma'nosida, adamu shu qayta degan ma'noda bu tampil. Tampil bo'lgan vaqtda pil odatdagi pil g'ayinib keyinga kelgan uning fa'il bo'ladi. Ammo naqs pil olgan vaqtda bir holatdan bir holatga qaytdi. Masalan, men bir nay tirishcha o'quvchi etdim burun. Keyin ma'lum bir omillar menga ta'sir qilib, tirishmaydigan bo'lib qoldim. Bir mahal menga nasihat qilish, shundaymi? Boshqalarning bu to'g'riliq gap qilishi orqali men yana tirishdigan bo'lib qoldim. Mushina attu mujtahidan. Men qaytadan tirishdim degan ma'noda. Odam o'xshash. Ada mujtahidan esa qaytadan tirishdi degan ma'noda ma vaqtda naqs bo'ladi. G'ada roha deganlar, g'ada atdiganda badi, roha kechdi badi degan ma'noda. Bardi degan ma'noni olsak tam bo'ladi, ammo atdiganda qildi, kechni qildi. Masalan, g'adawtu mashiyan, men atdiganda mengapmagi, atdiganda mengaplam, atdiganda qilgan gap, atdigan bo'g'icha mangdim degan ma'noda ma vaqtda naqs bo'ladi. Buni qo'llanish ahvol bayatniqidek. Amdikin mazala, mafatiya, manfakka, mabariha qatorliq ma 5 pil oldida ma bo'lgan pillar ma yo'q holatga kelib qolsa odatga tam pil bo'ladi. O'zgacha ma'nosi bor. Masalan, har birisining zala yo'qoldi, fatiha
ajrab ketdi, infekkami shu bariha qo'zg'al degandek ma'nosi bor. Bular bizga maqsad emas. Bu vaqtda tam pil bo'ladi odatda. Ma kelgandan keyin bularning hammasi o'rtaq paydo bo'ladigan bir ma'no, bir ishda izchil davom qildi degan ma'no o'rtaqlashdan. Shu hammasi ma'nosi o'xshash chiqadi. Masalan, bundan bir misol olsak, ma ziltu taliban. 10 yil ilgari kelgan vaqtimda men o'quvchi edim. Ma ziltu taliban desa, men hil ham qanday bo'laman? O'quvchi bo'laman. Texçi işlevatamsa, mazgılda amilen. Texçi işlevatamsa, texçe, davam, hemişe, davamlaştı. Hemişe oldu gen ma'nolar qo'llanildi. Hammizda fi'al naqisa oldu. Qolgan o'zgartishlar, jumla kirgizdigan o'zgartishlar biz burun darsdan oldida bayon qilgandek bo'ldi. Andiki madamining tarjimasi qisla, asla, g'ichlik, qanchilik degan ma'nosi bor. Mesela eclis madame Muhammedun calisen dese Muhammed oltağancılık otta. Lakin Muhammed ottağan vaqtçılık otta mesela. Muhammed ottaslam sen mu otta qo'zg'alma degandek bir ma'no doludu. Ma vaqtda naqisa oludu. Lakin bizden bek qo'llanmaygan olib ketdi. Burun İmamlarning og'zidan anglaydik madamiki deb. Shu madamiki degan gap shu. Manda madamiki munda bo'lib qolsa, munda bo'ladi degandek shaklda. Ya'ni vaqt belgilash uchun keladi. Af'alun naqisning qatoridan qolgan o'zgarishlar o'xshash. Laysa shu biz odat qo'llanib kelgan nafiga o'xshaydi, ma la o'xshaydi. Lekin mavla la qirganda laysninki inkor qilish kuchi, jumlani bulusiz aylantirish kuchi sal kuchliroq. Ya'ni odatda la bilan ma ko'pincha vaqtda bizning tushunishimizda tajaddud, hudus shaklda inkor qiladi. Masalan, la azhab, bormayman. Berish bo'lmaydi mendan. La akul, yemayman, yeyish bo'lmaydi. Ammo laysa ifodalab qolsa shu jumlani men boradigan kishi emasman degan gapchi. Lastu azhab desa, "Vo, iyaga boraman, unda ish yo'q" degan gap. Bunda tarjima qilgan vaqtda bormayman emas, boradigan ish yo'q. Lastu adri degan gap men hech biladigandak emas o'shni degan gap. La adri bilmayman. Lastu adri men biladigandak emas o'shni. Faqat men bilma, unda ish yo'q. Bunda butunlay inkorchi. Shunga odatda grammatik ifodalashda laysa hal zamanni, o'tgan zamanni, kelgusi zamanni inkor qiladi deb ifodalaydi. Bu nima degani desa, bir xil subutlikni ifodalaydi demakchi. Ma'ululloh qilgan vaqtda shunda qolgan grammatik o'zgarishlarga o'xshash. Bularning hammasi tusamma al-af'al an-naqisa, naqis pilla deb ataladi. Ama muhim mesele kalamada bugünkü dersinin asaslı halkası men bu adamdırlık münasebetlik mezmunla oğaçqa devettim. Muhim halka bulanın ismi. Yani bula mubtada haber degan kurulmanın üstüge kirip mubtada haberlik karakterini taşlab etib özünün ismiga, özünün xabariga aylandırdı. Lekin özgermeydigan bir nokta mubtada haber holatda qaysi bilek muslay, qaysi bilek musat olgan bolsa, mavla kirgandan keyin shu xil xarakter saqlanadi. Abturda odadi ma pilla, ma naqis pilla mubtada xabarining ustiga kiradi. Mubtadani raf'i qiladi. Bu mubtada bularning ismiga aylanadi. Xabarini nasb qiladi. Bu xabar mavlaning xabariga aylanadi. Kana Xolidun qoimanga o'xshash. Xolos, qolgan gaplar asosan yo'q. Endi men bir qism keyingi abzasda bir xil bo'lgan o'zgarishlar alohidliklarida odadi bu oddiy gaplar. Abturda odadi hammasida xabarini ismlarga muqaddam qilindi. Kana qoiman Xolidun o'xshash. Bunda ahvol mubtadadan bo'ladi-ku. Xabarni hatto pilning oldiga o'tkazildi. Kanadın tatib rahaqacha degan tartibli kitobda tizilish jihatda kanadın rahaqacha degan hamda aniqroq tushunadigan vaqtimizda oldida ma yo'q billarda. Oldida ma yo'q. Chunki ma nafi harfi bo'lib jumlada davomliq 5 kelishini taqozo qildi. Jumlaning 5ni egallaydigan harf şu onun aldığı bir narsa ütenmeydi. Şu an mavayada ütenmeydi. Ma yok arkana pilning aldığı olsa buludu. Mesela qaimen kana saydın o'xshash. Ama muşu yana demek şu pilning aldığı ötküzüş aldığı mava pillada layacuz to'g'ri emas. Qaimen mazara saydın digilmi. Laysa ixtilobba. İnşallah ba pil to'g'riliq, ma pillar to'g'riliq qolgan gap yati fil qismi thani inşallah. Kitobning ikinci qismi pilning bayoni shu yerda so'zlaymiz inşallah. Endi hozir biz faqat marfuat babida o'g'achqa mushu pillarninki isim biliki bizga munosabatlik shu asosda deb qo'ydik. Qolgan munosabatlarni ham de oldin ola o'quvchimizga ma'lumot olsin deb qo'ydik. Lekin inshaalloh qolgan mazmunlar kanining ahvoli va sarining ahvoli, asbahaning tafsili ahvoli inshaalloh ikinci qismda keladi. O'tib ketsak bo'ladi.
Endi 7-ci qism marfuatninki leysiga o'xshaydigan ma'volar. Mazmun jihatdan o'xshaydi, grammatikalik rol jihatdan o'xshaydi. Leysimi o'xshashlar mubtada xabarini ustiga kiradi, bu ikki qism o'xshashlar mubtada xabarini ustiga kiradi. Leysning ismi sifat xabari so'ra qiladi, ma'noning ismi sifat xabari so'ra qiladi. Masalan, ma'no jihatdan o'xshash. Bu ikkisi şu ba'zilik grammatik kitoblarida ma'volarni qitib bir yerlarga. Bu ikkisi Mubza xabarini ustiga leysning amilini qildi. Hamma jihatda o'xshash. Masalan, mazaydun qayman la rajulun aftala minga o'xshash, lekin mavlalarning bir farqi ma ma'riflan ustiga kiradi va nakirani ustiga kiraydi. La nakira qilam nima xas. Buni bilib olsak, qolgan masalalar cho'ng masala emas. 8-ci qism turni yo'q chiqarish uchun kelgan lani. Oyatdagi la bilan malani farqi, ala farqni yo'q chiqaradi. Mala turni yo'q chiqaradi. Tur degani masalan, misollarni tushuntirsam, la rajulun fiddar. Hoyulda bir adam yo'q degan gap. Allah'ın ma'nosi. Mala la rajula fiddar bo'lib qolsa, hoyulda bir adam yo'q degan bo'ladi. Ya'ni tava tur degani tavalikining hammini butunlay yo'qlam qiladi. Shunga la ilaha illalloh degan vaqtimizda Allohdan boshqa iloh deydigan narsa yo'q. Shunga tarjima qilgan vaqtimizda hech qanday iloh yo'q deb, hech qanday qo'shimiz shunga. Esinlik bo'lsin, Muşu gramatikada ma'noni ifodalaydi, av'ani ifodalaydi degan har bir yerda tarjimaga ta'sir qiladigan bir taraf bo'ladi. Shu ani la rajulun fiddar gap qolsa, o'lda bir odam yo'q deb tarjima qilamiz. Agar 2-3 odam bo'lib qolsa, balki jumla mantiqiy jihati to'g'ri bo'laveradi. Ammo la rajulda o'lda hech qanday odam yo'q deb tarjima qilamiz. 1 2 3 ko'p hamma odamni inkor qiladi. Ma'noning farqi shu. Bu o'xshashlar xabarni o'zidan keyin tushgan turdan inkor qilish dalolat qiladi. Diqqat qilinglar. O'zidan keyin tushgan tur degani bir turining hammasidan ala sabilil istig'roqga butunlay o'ziga elishullar. Bada hammani yo'q qiladi. Aningda shu shaxsni ham yo'q qiladi. Shaxs deganimiz o'ziga olgan so'z, o'ziga olgan bir doira. Rajulun desa bir odam. Talibun bir o'qimavi o'qu la taliba fil faslsa sinfda hech qanday o'quvchi yo'q. Birisimi yo'q, ikkisimi yo'q. Hech qanday yo'q degan avi bir o'quvchi yo'q degan ma'noda. Mushuni bilib olsak, qolgan masalalar bizga nisbatan qiyin emas. Darsimizni bir xulosalab o'tsak-da, biz ismni cho'ng jihatdan marfuat, mansubat, majrur deb 3 ga bo'lgandik. Marfuat 8 turli bo'ldi. Ya'ni fa'il, naibul fa'il, mubtada, xabar, Andikan innanki xavre ve hamralarının xavre, kanının ismi ve hamralarının ismi, leysiga o'xshaydigan ma'volarninki ismi, turini inkar qilishga Allohning xavri. Yana deb qo'ysam, bularning hammasi raf'i xarakterdagi ismlar. Ona esingda bo'lsin, marfu degan peshquldigan ismlar emas. Raf'i xarakterdagi grammatikalik o'rni marfu bo'lgan ismlar. Bulardaki i'robning alomatlari, i'rob o'zgarishlarlari, biz 9 i'robni bayon qilgandek ismning turiga qarab bo'ladi. Raf'ilik nimani taqozo qilsa, pashkni taqozo qilsa, pash, vovni taqozo qilsa, vov, alifni taqozo qilsa, alif bilan ifodalanadi. Qolgani doskada bir qancha xil tadbiqotlar berildi. Men o'zinglarimda Qur'on hadislarni aqtirib, masalan, shuning ichidagi marfuat ismlarni izlab tepib chiqarib bununki marfuatning qaysi turiga tava nima uchun rafi qildi? Masalan, la darsa sa'bun desa, sa'bun biz hozir i'rob qo'yapadiku bizga. Damma bilan i'rob berilibdi, cho'qim marfu'likninki sababi buning grammatikalik o'rni raf'i, ya'ni marfuatninki natijasiga tava, la nafiya jinsniki xavri, sara al-ajin khubzan, sara Ef'al-ı naqısının 3'üncüsü İnned-dîne indellâhil islam innenin xavre hâza talib zekiyun velakinnehu la'ubun lakinnenin xavre degandek muşundaq tahlillarını qilib marfuat babidagi 8 turni amaliy tadbiqlab olsanglar, o'zlashtirib olsanglar, ma'u grammatikaning ma'lum qismi sizlarga nisbatan o'zlashgan bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz mushada oxirlashsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.